Mana ko'rib turganingizdek, ana shu davlatimizda bo'lib o'tgan o'zgarishlarni hammamiz ko'rib borib mana shular qatorida mana bizning ham Denov mahallamizda mana Nurobod bilan bog'lab turuvchi 3 ta qishloqdan o'tadigan 300 tadan ortiq xonadonimiz bor. 200 ta o'quvchimiz mana shu yo'ldan maktabga qatnaydi. Mana shu narsalarni inobatga olib 3 kilometr yo'limizni mana asfalt davlatimizdan ham, prezidentimizdan ham, viloyat hokimi, tuman hokimimizdan ham juda xalqimiz minnatdor. Ko'tarinki kayfiyat. O'zbekistonimiz tinch bo'lsin, prezidentimiz omon bo'lsin. Juda minnatdorligimizni bildiramiz. Mana shu kecha kunduz tinmasdan shu holatimiz uchun, xalqimiz uchun etib o'tgan xizmatlarida qishloqdoshlarimiz hammasi ham katta rahmat aytib o'tdilar. Mana o'quvchilarimiz hammasi asfaltdan borib o'tibdilar. Kayfiyatimiz juda yaxshi.